Markaz. Olmaliq eshityapsizmi? Olmaliq shahrida haqiqiy Counter Strike atmosferasini beradigan Orbis Ball ochilganda siz hali ham kompyuterxonada Counter Strike o'ynab o'tiribsizmi? Bu videoni barcha Olmaliq, Ohangaron, Angren, Bukab, Skentelovda Counter Strike o'ynashni yaxshi ko'radigan bolalarga yuborib qo'yildi. Toshkent viloyati bo'yicha faqatgina Olmaliq shahriga kelib, haqiqiy Counter Strike mazasini his qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda qurollardan umuman muammo yo'q. 20 xildan ortiq qurol topsanglar bo'ladi. Kalash, MK44, sniper, hattoki pistolet bilan dробовик ham bor ekan. O'zingizga yoqqan tanlab o'yinni boshlayverasiz. Faqat kelganingizdan keyin majburiy mana bunday bronjejiletlarni va ochki yoki bo'lmasa maskalarni taqib olishga majbursiz. Chunki mana bunday o'qlar aynan sizga tegishi mumkin. Mana bunday kattakon poligonda 5 ga 5 o'rtoqlar bilan maza qilib Orbis Ball o'ynamoqchi bo'lsangiz, narxlari 50 mingdan 70 minggacha. Qaytgancha bu yerga 14 yoshdan kichkinalar kirishi taqiqlanadi. Pastdagi raqamga 1 soat oldin qo'ng'iroq qilib, joyingizni band qilib qo'ysangiz, mana bunday qurollar va o'q-dorilar sizni kelishingizga tayyor holatda turadi. Orbis Ball o'ynashga kelganlarga bonus tariqasida 1 soat tinmasdan ochishingizga yetadigan mana bunday o'q-dorilar bepulga beriladi. Agar mabodo 2 soatlab o'ynagingiz kelib qolsa, keyin to'lov qilishingiz shart bo'ladi. Bu yerning manzili esa Toshkent viloyati, Olmaliq shahar, Shanxay mostidan Kirpichniga qarab ketaverishda g'isht zavodning ro'parasida joylashgan. Bu videoni esa barcha Olmaliq, Ohangaron, Angren, Bukab, Skentelovda turadigan mujiklarga, ayniqsa Counter Strike o'ynashni yaxshi ko'radiganlarga yuborib qo'yinglar.